Assalomu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi temamiz autofajini qo'zg'atadigan 5 xil yemeklik. Autofaji deganimiz badandagi hujayralarning o'zini tozalash va yangilash mexanizmi. Har bir hujayrada lysosomus degan hujayra tarkibi bo'lib, bu hujayraning ichida tozalash xizmatiga mas'ul. Uning ichida alohida enzimlar bo'lib, bu enzimlar hücrelerin terkibideki kaldık materyallarını, hücrenin içindeki kesellik qo'zg'atuvchi bakteriya, virus, zamburug qatorliqlarni ve binormal aqsil axlatlarni yig'ishtirib tozalab yo'qotadi. Hem o keraksiz materyallarni qaytib ishlash orqali amino kislotasiga aylantirib, bu yangi hücre yasaydigan asas materyal bilan hücreni ta'minlaydi. Bu autofaji degan bu mexanizmni ro'z tutish orqali qo'zg'atqili bo'ldi deb oldingi qitimqi videoda tushuntirgan. Ochliqning foydasini bilamsiz degan temada so'zlaganda, bugun bo'lsa qaysi yemeklarni autofaji qo'zg'ata oladi yoki qo'zg'atishga yordam qila oladi degan temada so'zlaymiz. Birinchisi kakao. Kakao degan shokolad. Shokolad uni bu tabiiy organik bo'lishi kerak. Bunga boshqa shakar yoki sut qatilma holatda bo'lsa, bu autofajini qo'zg'ash maqsadiga yetkil bo'ldi. Navoda odatdagi shokolad bozorida odatda sotilgan shokoladlarning tarkibida nihoyatda ko'p shakar tarkib bo'ldi, ham sut bo'ldi. Bu bundaq shakar ko'pni yesak, badandagi qondagi qandni yuqori ko'tarib, insulinni yuqori ko'tarsa, bu autofajini qo'zg'atish rolini o'ynayolmaydi. 2009-yilda Amerikada ilib berilgan bir tadqiqot jarayonida bu kakaoni jigar hujayrasiga berib tajriba sinaganda, jigar hujayrasidagi autofaji mexanizmini qo'zg'ata olgan. Bu biz iste'mol qilsak, odatda mushtaq persent qancha yuqori bo'lsa yaxshi, 90% bo'lsa ham yaxshi, 70% deganda 30% da shakar moddasi bor. Shunga 90% bo'lsa eng yaxshi. Ikkinchi autofajini qo'zg'ata oladigan modda kofe. Kofeni 2014-yildagi Amerikada hujayra tadqiqotchilari tadqiq qilish natijasida ma'lum bo'lishicha, qahva ichib 1 soatdan keyin jigar hujayrasida, muskul hujayralarida va yurak to'qimalarida autofajini qo'zg'atganligini isbotlab chiqqan. Kofening organik bo'lishi, shakar solmay ichsangiz unumi eng yaxshi bo'ldi. Uchinchisi zardachal. Zardachal deganni oldingi qitimqi videomiz da bir tushuntirib o'tgan, yeyishga tegishli 10 xil yaxshi yemeklik deb tushuntirgan edim. Bu bir achchiqning bir turi. Buni odatda salatlarga sepib yesakmi yoki qirib, suyini chiqarib ismi badanga bakchiq foydasi bor. Buni tadqiqotlar natijasida oshqozon osti bezidagi hujayralarning autofaji mexanizmini qo'zg'atish iqtidorining borligini isbotlab chiqqan. To'rtinchisi bo'lsa zaytun yog'i. Zaytun yog'ini tajriba qilganda rak hujayrasiga berib tajriba qilgan. U chog'da rak hujayrasining ichidagi autofaji mexanizmini yaxshi qo'zg'atgan. Demak, davomli zaytun yog'ini iste'mol qilib bersa, rakka qarshi turish rolimi bor degan gap. Hem zaytun yog'ining boshqa nihoyatda ko'p badanga foydali yerlari bor. 5-chi xil yemeklik yeshil choy. Yeshil choyni yaqinqi yillarda tadqiqot obyektiga aylangan bo'lib, bu tadqiqot jarayonida isbotlanishicha, yeshil choy ichib bersa, badandagi har qanday hujayraning ichidagi autofaji sistemasini qo'zg'ata oladi.
Demek, aldığımız tötü qaraganda bu yeşil çay texmo paydalıq degan gap. Navada turmuşumuzda yuqorqi 5 turlik autofujini qo'zg'atishga yordam qila oladigan yemekliklarni ishlatib bersak, badanimizdagi hujayralarning o'zini tozalash va yangilash iqtidorini yuqori ko'tardi ekanmiz. Bu orqali har xil virus va bakteriyalar bilan yuqumlanib kasal bo'lishimizning oldini olib bo'ldi ekan. Shunga bugun bu 5 turlik yemeklikni qisqacha sizlarga tanishtirib o'tdim. İnşallah turmushingizda qo'llanib o'zingizlarga bir foydali natija bo'lishini umid qilaman. Bugun bu şeyler bo'lsin. İnşallah keyingi programmalarımızda yana görüşürüz. Allah'a emanet.